Bir yiqildim, pishdim, ikki yiqildim, kuchliroq bo'ldim. Turtildim, xulosa chiqardim. Xato qildim, oq-qorani ajratdim. Eng muhimi, yo'limda davom etyapman. Taslim bo'lmadim. Hayot maktabida mohir muallim qo'lida kundan kunga charxlanib boryapman. Sinoviga shukr qilib, dardiga sabr qilib, zarbasiga qalqon bo'lib yurishdan to'xtamayapman. Bir kun albatta ko'zlagan maqsadimga erishganimda, shu kunlar ham bo'lgan edi-ya deb ortimga tabassum bilan nazar solaman inshaalloh. Unutmang, hamma narsa o'tkinchi, hatto shu zalvorli imtihonlar ham. Qoqilgan taqdiringizda ham qaddingizni tik tutib, manzil sari davom eting. Yo'l-yo'lakay uchragan to'siqlar va gap so'zlarga aslo parvo qilmang.